Hurmatli aziz do'stlar, mana keling biz siz bilan oddiygina bir mavzuda suhbatlashsak bugun, demak bizlarning tishlarimizni rangi yoki bo'lmasa tishlarimiz atrofidagi to'plangan karashlar nima sababdan kelib chiqishi mumkin? Qani bu tishlarni qanday to'g'ri parvarish qilsak bo'ladi degan bir savollarga javob bersak. Ko'pchilik holatlarda mana sigaret chekuvchi kashandalarda tishlar sap-sariq holatda bo'lishi mumkin yoki eng yomon bo'lgan nosvoy otadigan, meni o'zimni rahmatli amakim ko'p nosvoy otardilar. Mana shu demak rak kasalligiga haqiqatan ham olib keldi. Mana shu sababli meni rahmatli amakim dunyodan ko'z yumishiga to'g'ri keldi. Endi mana shu sigaret, nos yoki bo'lmasa mana shunday yomon odatlar bizning tishlarimizni holatini yomonlashtirish, qolaversa tishlarimizni rangini sarg'aytirib yuborishi mumkin. Endi bunday holatlardan qochish uchun nima qilish kerak degan savolga oddiygina javob beramiz. Bunday holatlardan qochish uchun nosvoy chekmang, sigaret chekmang. Yomon odatlarni yig'ishtiringda oddiy demak og'iz bo'shlig'i shilliq qavati va og'iz bo'shlig'ida tish qatorlarini shaxsiy gigiyenamiz bilan shug'ullaning. Shaxsiy gigiyenasi bugungi kunda haqiqatan ham ko'pchilik bu ma'lumotni yaxshi biladi. Nima uchun kerak degan savol beriladi. Agarda biz ovqat iste'mol qilganimizdan keyin tishlarimizda ma'lum miqdordagi ovqat qoldiqlari yopishib qoladi. Agarda masalan murabbaga barmog'ingizni bir botirib keyin yuvib ko'ring. Masalan, xuddi shunaqangi og'iz bo'shlig'ida tish qatorlarida ham xuddi shunaqangi demak tishlarimiz usti qoplanib qoladi. Endi agar biz buni kechqurun uxlashdan oldin yuvmaydigan bo'lsak nima bo'ladi? Bu demak kechqurun yuvmaydigan bo'lsak, demak biza bilasizlar, barchamiz o'zbek xalqi mehmonga borishni yaxshi ko'ramiz, gapda o'tirishni yaxshi ko'ramiz. Gapda o'tirganimizda stollarimizni chiroyli qilib bezaymiz, boyaga mazza qilib u yerdagi taomlarni iste'mol qilamiz. Xuddi shunday bizning og'iz bo'shlig'imizda ham juda ko'p mikroorganizmlar joylashgan. Bu mikroorganizmlar esa o'sha tishlarimizga ustiga o'tirgan, demak ovqat qoldiqlari aynan bizaga qo'shilgan holda ular ham gapni davom ettiradi, lekin faqatgina ular gapni bizning og'iz bo'shlig'imizda tishlarimiz ustida gapni davom ettiradi. Buni qarang, gapni davom ettirish deganda bular bu iste'mol qilgan ovqatlarni keyin aynan har bitta tirik organizm iste'mol qilgan narsasini demak o'zidan tashqariga chiqarib yuboradi. Endi bular iste'mol qilgandan keyin o'sha tishlarimiz ustiga har xil zararli moddalarni demak o'zlaridan ajratib chiqaradi. Bu esa asta-sekinlik bilan mana shu tishlarimiz atrofida bilyashkalar, ya'ni tish bilyashkalari, endi oddiy soddaroq qilib tushuntiryapman. Tish bilyashkalari asta-sekinlik bilan bular karashlarga, keyin tish toshlariga aylanib boradi. Agarda bu tish demak yumshoq karashlarni, demak tish toshlarini o'z vaqtida davolamaydigan, oldirmaydigan, tozalatmaydigan bo'lsak, bu asta-sekinlik bilan bu mikroblarga boy bo'lgan bir nima deydi, delikates desak ham bo'ladi-da bunda olganda. Endi sizlarga soddaroq bo'lishini aytayapman. Mana shu narsa milklarimizga shunday yotib olib, milklarimizda asta-sekinlik bilan bu gap yanada qiziqib boraveradi-da. Milklarimizdagi yallig'lanish jarayonlari, ya'ni gingivit, asta-sekinlik bilan parodontit va sekinlik bilan agar biz vaqtida e'tibor qilmaydigan bo'lsak, parodontoz kasalliklari olib kelish mumkin. Falonchijon o'zini tishini barmog'i bilan tup etkizib sug'urib olib qo'yibdi degan gaplarni eshitgansiz. Bu albatta sog'lomlik bo'lganligi uchun emas. Aynan o'z vaqtida tishlarimizni kechqurun yotishdan oldin, ertalab nonushtadan keyin o'z vaqtida yuvmaganligimiz sababli xuddi shunday asta-sekinlik bilan avval gingivit, parodontit, parodontoz kasalliklariga olib kelib, keyin botirjon tishini qo'li bilan sug'urib olib qo'yadi. Bu esa butun nafaqat tish qatorlarimizni, bu butun organizmimiz kasalliklarni bir alomatlaridan biri bo'lib hisoblanadi. Chunki organizmimizdagi bu yerdagi tish qatorlaridagi bu parodontoz faqatgina tish qatorini emas, butun organizm kasalliklari, ayrim kasalliklar sababli bo'lishi mumkin. Endi bilib qo'yingki, o'sha bilyashkalar yoki tish kovaklaridagi yoki tish toshlaridagi demak mikroblar faqatgina bizning og'iz bo'shlig'imizda emas, og'iz bo'shlig'imizdan har doim suv ichamiz, ovqat yeymiz. Mana shu suv ichganimizda, ovqat yeganimizda bu mikroblar sekin xuddi nima deydi, suv suzish havzalarida, suv o'yinchoqlarda, attraksionlarda qanday mazza qilib yugurib yilib cho'milamiz, basseynga o'tamiz o'zimiz. Xuddi shunday mikroblar ham demak og'iz bo'shlig'i orqali asta-sekinlik bilan oshqozon ichak traktiga tushib, oshqozon ichak traktlarida ham
jiddiy kasalliklarga olib keladi. Buni qarangki, o'zimiz bee'tibor bo'lib, oddiy deb o'ylagan o'sha tish karishlar yoki karis kavagidagi mikroblar ana shunday jiddiy oshqozon ichak kasalliklari, hattoki oshqozon yara kasalliklariga olib kelishi mumkin. Oshqozon yara kasalliklari bilasiz, o'z vaqtida e'tibor bermaydigan bo'lsangiz, qon ketishi, hattoki masalan men endi 30 yillik tajribamda aynan o'sha oshqozon yara kasalligi sababli demak o'limga olib kelgan holatlarni ham guvohlari bo'lganman. Chunki men 18 yil davomida Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazida ishlab keldim. Qolaversa, bugungi kunda ham butun respublika bo'yicha mana shu sanaviatsiya liniyasi bo'yicha kerakli bo'lgan yuzjaq sohasida yordamlarni borib o'sha viloyat markazlarida borib yordam qilaman. Mana o'tgan yilda ham aynan o'sha tishiga e'tiborsizlikdan bir bemor nobud bo'ldi. Buni albatta biz o'zimizga e'tiborli bo'lishimiz kerak hamda o'sha oddiy deb bilgan ertalab nonushtadan keyin kechqurun esa yotishdan oldin albatta tishlarimizni yuvishimiz kerak. Tishlarimizni yuvganimizda qanaqangi tish pastalaridan yoki qanaqangi tish shotkalaridan foydalanishimiz kerak degan savollar albatta sizda paydo bo'ladi. Bu masalan reklama qilinayotgan tish pastalari ham albatta yomon narsa balkim reklama qilinmas. Ammo lekin albatta tish pastalarini olayotganingizda tish pastalarini demak g'ilofida ustida yozilgan bo'ladi. Demak bu tish pastalarini tarkibiga e'tibor bering. Qolaversa keyin tish pastalarini agarda yaxshi tish pastalari bo'ladigan bo'lsa, yuvganingizda yaxshi ko'pik hosil qiladi tishlarning atrofida. Yaxshi ko'pik hosil qiladi, keyin tish demak karashlarni, yumshoq karashlarni demak sidirib olishga yaxshi yordam beradi. Endi qanday tish shotkalaridan foydalanishimiz kerak deganingizda, demak tish shotkalari 3 xil bo'ladi. Yumshoq, o'rta qattiqlikdagi hamda qattiq tish shotkalari. Endi kerakdan ortiq qattiq tish shotkalari ba'zida biz milklarimizni tozalayotgan paytimizda milklarimizda demak tirnashi hisobiga jarohat olib kelib, bu jarohat yallig'lanish hisobiga gingivit kabi kasalliklarni olib kelishi mumkin. Shu sababli ko'pchilik holatlarda o'rta qattiqlikdagi tish shotkalaridan foydalanganimiz ma'qulroq. Agarda juda ham yumshoq tish shotkalaridan foydalangan bo'lsak, bu yumshoq tish shotkalardan qachon foydalanamiz? Yumshoq tish shotkalardan agar milklarimizda yallig'lanish kelib chiqqan bo'lsa, o'rta va qattiq darajadagi tish shotkalardan foydalanadigan bo'lsak, qonatadigan darajadagi bo'ladigan bo'lsa, demak biz bu demak milklarimiz sog'ayib olguncha o'sha o'rta yumshoq tish shotkalaridan foydalanib turishimiz kerak. Imkon darajasi o'rta qattiqlikdagi tish shotkalaridan foydalangan bo'lsak, demak tishlarimizni orasidagi ovqat qoldiqlarini yuvib tozalab chiqib ketadi. Endi ba'zi paytda irrigator degan narsa bor. Irrigator implant qo'ydirgan bemorlarimizga tavsiya qilamiz. Agarda siz qo'ydirilgan implantlarni irrigatorlarda yuvdiradigan bo'lsangiz, qolaversa tishlaringizni har kuni kechqurun yotishdan oldin ertalab demak nonushtadan keyin yuvadigan bo'lsangiz, sizda doimo men aytganimdek o'zbekona tabassum, ya'ni chiroyli tabassum saqlab qolishingiz mumkin bo'ladi. Mana yana bugun siz bilan har doimgidek doktor Shavkat Qarshiyev bo'ldi. Mabodo sizni qiziqtiradigan savollaringiz bo'lsa, bemalol demak Maslahat.uz kanaliga murojaat qilishingiz mumkin.